71-masala. DNKda 620 ta nukleotid bo'lib, birinchi zanjirda adenin va sitozinlarning soni teng, guaninlar esa sitozinlardan 3 marta kam bo'lib 3 marta ko'p. Timin adenindan 10 taga ko'p. DNKdagi timinlar sonini aniqlang. DNKda jami 620 ta nukleotiddan iborat. Bu yerda adenin va sitozinlarning soni teng, X deb qabul qilamiz. Guaninlar sitozinlardan 3 marta ko'p, 3x bo'ladi. Timin adenindan 10 taga ko'p. Bu yerda adenin x bo'lgani uchun timin x qo'shilgan 10 bo'ladi. Va ikkinchi zanjirda ham timinlar x, sitozinlar 3x, guaninlar x, adeninlar x qo'shilgan 10 bo'ladi. Tenglama qilib bo'lsak, mana shunday tenglama tuziladi. Jam xlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12x ni tashkil qiladi va 620 dan 20 ni ayirib tashlaymiz. Aniq sonlarda 12x tenglik 600, x tenglik 50 kelib chiqadi. Bizdan timinlarni so'ragani uchun birinchi zanjirda timinlar x qo'shilgan 10 edi. 50 ta 10 ga qo'shamiz. 60 va bu yerda x timinlar bor 50. Jamini qo'shadigan bo'lsak 110 ta timin bo'ladi. Javob